Johnny hisobiga mana bunaqa shvedlari kelgan. Nima deyapti akalar? Like bosib bildirib turaverasiz. Johnny hisobiga qarang mana. Shuni voy mashalloh. Xudo xolasa, Abdujabbor nima deyapti mollar Abdujabbor? So'rasizlar akalar, mollar sartifikat xolasa. Johnny hisobiga arzonchi buqachalar bor, arzonchi akalar. 8500 ga buqacha ketdi akalar. Voy mashalloh. 10 million buqacha ketdi. Lavz mana tilma 8500 mingga beraman. Otangga rahmat, gap bo'lishi mumkin emas akalar. Assortiment serob. Mollar ko'p, kelaverasiz, ish bitadi. Assalomu alaykum Vodiyus kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi akalar ukalar. Obunachilar, sizlarga va'da qilingan o'sha katta partiyamiz yetib keldi. Xudo xolasa videolarimizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib akalar, do'st birodarlarga jo'natib, podlitsa tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bugungi xudo xolasa assortiment serob akalar, 50-60 ta molimiz bor. Xo'p, bular narx-navosini xudo xolasa chiroyli qilib yoritib berish uchun Abdujabbor shogirdimizga rol beramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib yoritib beradilar Abdujabbor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Kelib oldingizmi? Rahmat. Kayfiyat qalay? Terib oldik. Zo'r aka. Xudo xolasa bugunga serob ekan aka. Zo'r aka. Videoga chiqmaydiganlari ham bor-da, sinovdagilar-mi? Sinovdagilar 10 ta turibdi. Hozir yetib keldi aka. Yem hashagini yeb turibdi. Endi sug'oramiz. Bir kun turgandan keyin xudo xolasa videoga olib chiqib qo'yamiz aka. Joningiz omon bo'lsin. Bugunga nechta chiqadi hozir? Aka, xudo xolasa 50 ta oshiq. 55 ta atrofida aka. Yotayizga rahmat. Sotdik o'zimizda. Qo'shnimizga aka. Qo'shnimizga. Joningiz omon bo'lsin. Xo'p, qayerdan boshlaymiz Abdujabbor? Aka, birinchi mayda chiroyli ko'chatlardan boshlaylik a. Bo'ldi. Akalar mana videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring akalar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin akalar. Vodiyuzda xudo xolasa o'sha aytib o'tiladi har doim. Eng zo'ri, eng arzoni va ishonchli, garantiyalisi. Bugun o'zimiz o'sha mini fermadamiz akalar. Manzillarimizni yana bir qator aytib o'taylik. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan o'sha aka-uka arzonchi Abdurashid Abdulhakimlarni xonadonimiz. O'zimiz mini fermadamiz akalar. Mana mol uzunligini ham ko'ring, janivarda. Bo'ylarni ham ko'rib olaman, mana xotirjam. 88 chiqyapti aka. Aha. Ay joning sog' bo'lsin. Material emas aka. 85 plyusdan olishaversa. 85 plyusdan olishaveradi. Mana bu o'shalarga. Ay joning sog' bo'lsinlar. Nazar qilib bo'g'azat aling. Ammo aka bo'lishmaydi, ovoz qandaydir tomoq o'ryapti, shunga baland gapira olmayapman. Ha, u haligisi yo'q, xudo xolasa, ey. Mana qarang akalar. Hali yosh bolachalar bo'ladi-yu maktabda. Maktabdan kanukul bo'ladigan o'shalarga bersalar, xudo xolasa yetilib. Chiroyli qilib boqib yurishamiz bu qaranglar. Ay joning omon bo'lgirlar. Mana bular. Xolasa bir ko'rsat. Oyoq qo'llarni yaxshilab ko'raveringlar, kelar xudo xolasa. Endi akalar videoda kamchilik xatolar bo'ladigan bo'lsa, o'sha aytganimizga uzr so'raymiz, xudo xolasa. Kimga qanaqa ko'rinyapti bilmayman, xudo xolasa yaxshi, chiroyli. Telefon qilsalar yana bir qator, masalan, ikkitasi yoqsa, ikkitasi, uchtasi yoqsa, uchtasi, bittasi yoqsa, bittasini ham video qilib, yebichanlarigacha video qilib tashlab berilaveradi. Xo'p, Abdujabbor narxi nech pul to'lalasizmi uka endi? Bir joyga. Mashmonam o'ta dahshat ekanligini qarang, orqa ushlandi. Ay joning omon bugun. Bo'ylari 88 dan 95 gacha. 90 plus minusga olishaveradi. Olishaveradi. Bo'ldi, narxini gapiring. Qani bering aka. Bir joyga olishsa, hop. Mekin chiqin qilib o'tirmayman aka. Mayda shunaqa qilmang. Tars yaping, kitobga qo'yib. Ketdi bir joyga. 4 million, 48 millionga. Nechtadan to'g'ri keladi unda? Aka, shunda 12 milliondan to'g'ri keladi. 12 million so'mdan. Kami? Aka, kami siz obunachilaringizga tasdiq bo'ladigan ishni gapiraylik aka. Qarang, bu mollar sifatda haqiqiy. So'rdami yo yaxshi beramiz. 12 million 700 mingdan yo'q aka, 11 million 700 mingdan ketaveradi. Barakalla aka. 11 million 700 ming so'mdan. Bermaydi aka, hech qayda. Joningiz omon bo'lsin. Lekin siz obunachilaringiz aka. Akalar mana sifat hamma yo'g'i joyida, oyoq qo'llari soppa sog'lom. Sinovdan o'tgan 11 million 700 ming so'mdan, xudo xolasa chiroyli kam bor Abdujabbor. Kami bor aka. Keling, bunday gap. Vodiyuz obunachilariga shuni telefon qilib, Abdujabbor to'ralasin bir joyga jo'nadiganga 11,5 milliondan ketdi. Aka, vobshe. Hey, Abdujabbor, Vodiyuz obunachilari uchun keng bo'ldi. 11 million 500 ming so'mdan oxirasi to'ralasi bir joyga. Yengil barakani ayting bo'ldi, o'ylanmasdan. Shunda 46 million bo'lyaptimi? 46 million bo'ladi. Aka, 46 millionga boshqa blogerlarga ham qo'yganimiz yo'qmi? Voy, Vodiyuz gapda qo'yingsiz, xudo xolasa telefon qilib rahmat otangga deb kommentariyaga yozdim deb telefon qilishadi, xudo xolasa bo'ldi. Olishadi. Hayır, kam haligisi yo'q, dastlabkasi vodiy bo'ylab aka. Hop. Bo'ladigan narx ketdi shu narx. 11 ham, mana? Ketdi aka. Joningiz omon bo'lsin. Obunachilar telefon qilaverasizlar, mana 11 million 500 ming so'mdan bunaqasi faqat Vodiyuzda. Hop, navbatdagisi. Navbatdagisi aka. Nechta berdi? Birinchisi. Janiblar bu qo'lini. Ikkinchisi.
uchinchisi, Sanoqda o'tkazib qo'yamiz. to'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi, yettinchisi, 8, 9-si, 10, 11 ta. 11. Akalar 11 dona mana shu yetam dahshat ekanligi. Aka, mollarni yomoni yo'q aka. Hammasi zo'r. Xudo xolasa, Joning sog' bo'lsin. ko'ti boshlar tekis. Aka, mol olayotganda biz ham poda mol olmaymiz-da. Buni ko'ti boshiga qaraymiz, tirnoqlariga qaraymiz, kallasiga qaraymiz aka, kasalmasiga qaraymiz. Bitta narximiz kelishib tortishib yurib olamiz aka. Keyin siz obunachilaringizga aka, Qani? yengil qilib qo'yib beramiz. Narxi endi. Aka, bir joyga olsa 12 million 200 dan. 12 million 200 ming so'm. Bir joyga. To'xtang aka, siz obunachilaringizga 50 mingdan tushib beramiz aka. Ya 50 ming so'm. Abjabar qarang, bo'ldi 11 tasi bir joyga ketdi, vodi 100 ga. 12 million to'ppa to'g'ridan ketdi. Bu 50 ming 100 ming qilmaylik. Nimaga mayda chudaligi musobaqalar mekin kerak yo'q. 12 million so'mdan akalar mana telefon qilaverasizlar, xudo xolasa behijolat mana 11 tasi bir joyga. Hammasini ko'raverlar mana kelib ochlarni ham. Og'zi bunlari akalar top-toza, xudo xolasa. Mana. Ay joning yomon bo'lganlar. Sinovdan o'tgan, uyga borgandan keyin yana bir qator sinov olishaveradi. Akalar, bir hafta garantiyasi aka, agar pul qimmatli qiladigan bo'lsa 3 kungacha garantiya. Qimmat arzonligi ham 3 kungacha garantiya. Sanab beramiz qayta. Yo'taysiz kerak. Obunachilar mana sifat shaydolari bormi? Videoda kuzmasdan mana. Og'racha ko'rinadi. Aka, joning yomon bo'lganlar. bu yerda nima deydi? Haqiqiy fermerning mollar-da. Mana bular ko'rinadi. Ay joning sog' bo'lganlar. Maza qilib boqasizlar-da. Mana shu buzov o'ta boshqacha buzov ekan o'g'lim. Aka, bu mollarni bitta ikkitasi enasidan chiqarib olganmiz-da. Enasi ham aka 1,5 metr, 1,40 chiqadigan siyirlardan olganmiz. Dangaliga. Ay joning yomon bo'lganlar. Xo'p, Abjabbar soni nechta? Soni aka, Anasi ham o'ta boshqacha. Bitaliga qaydan boshlaymiz? O'ta boshqacha. Mana shu samoshlarning 1. Mana shu o'ta. 2, 2, 3, 4, 5. Aka, 6. Mol suyug'i yo'q. 7. Ay joning sog' bo'lsin. Mana ham o'ta boshqacha. Ko'zga tashlanib turadigan mol ekan mana ko'ring. Kallasini Orqa boshlarni ham. Kalla bochalarni ham ko'ring. Chiroyligina to'rbachaga kallasi ham. aytyapman aka. Mana ko'ring. Yomoni yo'q xudo xohlasa. Uzunligini ham ko'ring. Sog' bo'lgani va sog'. 9. Mana ko'ring aka. Mana qarang. Ay joning yomon bo'lgan sonlarni. Yaltirashni. Ay raza to'laydi ekan mana shuni. Aka, bu mollarni Qarashsa ham o'ta boshqacha. Turishlarini ham qarang. Arablarda ota o'xshaydimi? Kobra deydimi? Ay joning sog' mana bo'ylarni ham ko'ring. Obunachilar. Bo'yin ham kelgan, kalla ham o'ta chiroyli. 11-si. Aha, 11-si. 12-si. 12-si. Shu ham dahshat buzov ekan xudo. Akalar xudo xolasa ichida suyuq buzov yo'q, ham haligi. Masalan, qo'pol qilib aytganda eshakka o'xshagan haligi narsasi yo'q. O'zimizni fermamizga boqqanday olganmiz-da, terib. Nimaga birovga ham yomonlik tavsiya qilmaymiz-da. Aytdim-ku, o'zimizni mini fermadan xudo xolasa birovga yomonlik qilinmaydi aka. Mana hammasini ko'rib olavering. Kalla pochalar to'rt burchak jonivorladi mana. Akalar mollarda juda ko'pi oq tumshuq, oq quloq ekan. Aksariyati o'sha boshqa turdan. Hop, Abjabbar narxi uka endi bo'ladi. Aka bir joyga olsam, bitta bo'yni ham o'chab qo'yilgan. Bo'ldi, bitta oldi ketidan o'lchang. Bo'y aka 90. O'ta boshqacha buzov ekan mashina. 98 chiqyapti. Hop, 98 chiqyapti. Kichinasini ham o'lchab qo'ying. Molchicha tortilib ketdi ekan. 95 plyusga olishaveradi. 90 plyus. Bo'yiga talashmaymiz, Abjabbar nimaga bu material emas. Aka, Qani, material emas. qo'lni bering. Xudo xolasa bir joyga ketsin. Hop. 13,5 milliondan bir joyga. Hayr sunnat kam bor aka. Nech pul kami? Kami? Aka 13,5 million bor aka. Yo'q, 13,5 dan bo'lmaydi. Abjabbar 13,5 dan men vodi yuzga o'tib berasiz. Vodi yuzda obunachilar. Abjabbar 13 milliondan hisob chiqardim. Aka, qiynalib qolaman. 13 million 300 dan berishsin. Yo'q, 13 million 300 dan bo'ldi. Telefon qilishadi, kami bor. Telefon qilishadi aka. Siz obunachilaringizga aka. Bir joyga olsa 13 tani keng. Sizni Yondiring chebir. aka. Hamma bloger boshqa bozorlardan ham 200 ming arzon qilib beraman. 100 ming aka siz obunachilaringizga. 100 ming so'm. 13 milliondan ketdi bir joyga. 13 million so'mdan. Bor aka. Otangizga rahmat. Obunachilar mana. 13 million so'mdan xudo xolasa telefon qilasizlar. Yana bir nima o'tib berasiz, Abjabbar? O'tib beraman. O'zlariga xudo xolasa chiroyli qilib. Akalar 13 tasi 13 milliondan bir joyga ketdi mana. Telefon qilishga shoshilaverasizlar akalar. Arzon bo'ldi aka. Ajjon, lekin haqiqatan ham arzon bo'ldi mana shu buzovlar. Nimaga? Aka, 14
14,5 ham qo'yyapmiz-da biz o'zimiz ham. Aka, mana shu mollar chust bozorga chiqib ko'rdik. Aka, 13,5 14 million turibdi-da aka. Molni qanchaga beradi? 13 millionga barakali bo'lgani ham ko'rdik-da. Endi bu yerda sifatlar turibdi. Bundan kuchlilar turibdi aka. Xudo xolasa o'ta boshqacha biz mashinalar. Akalar, xudo xolasa telefon qilinglar, ish bitadi. Chiroyli qilib yetkazib olib borib berishadi akalar. Hop, navbatdagisi akalar, ola paroda ishqibozlarga kelamadi. Ola parodalarga mana bo'ladi. Aka, Hay joning yomon bo'lgan. hammasi bitta savdo bo'lgan. Chunki Joning bitta savdo bo'lgan aka. Puli yengil bo'ladi. Mana buni ko'ring. Hammasi ola paroda ekan, ey. Obunachilar. Mana shu Bitta bo'y basini o'lchab qo'ying, Abjabbar. aka, mana shu mollar Mana bozorda aka, sizlar 17 million, 16 million turibdi-da. sizlarga akalar buni rossiyskiy unaqa nima bo'ladi, go'lishda unaqa deb hali qilinmaydi. Nimaga? Mana shu narsa. 4 ta yo'q bitta kella. Shu. Lekin ishonavering 5 ta ekan, 5alasi ham o'ta dahshat ekan. Boqqa odam aka baraka topadi. Oyoq qo'llarni ko'rinadi, bittasin oyoq qo'li qiyshiq, yo'qsa baymoq, yo'qsa tuyoq o'sib ketgan yo'q. Hammasi dahshat. Xo'p, necha ekan bo'yi? Uchtasi 1-2 chiqyapti, narigilar. 98, 90. Bo'ldi. 1 metrdan qo'yg'u suyuq. 1 metr plus minusga. Qani qo'lni bering. Aka, Nech pul? bir joyga 14 million ketdi. 14 milliondan. Bor baraka aka. 14 milliondan nimaga? Aka, mana shu mollarni bozorda aka 14 millionga bermayapti danganiga. Mana Homollar ko'rin o'ta boshqacha aka, ekan. Xo'p, kamichi Abjabbar? siz obunachilaringizga aka yengil bo'lsa o'zimizni firmamizdan bir joyga ketaveradi. Nech puldan? Qani? 13 million 800. 13 million 12 800. million 800 dan. Yo, 12 million 800 dan. 13 million Yo'q, 800. narigilar narx bilan adashtiryapsiz. 13 million 800 dan ketaveradi. 200 mingdan kamiga aka 1 million tashab beradi. Yana o'tib berasiz. Siz Keling, menda ekan, men qo'lni shuni ushlab, Abjabbar uka, bo'ldi. Telefon qildim aka, mana kommentariyani yozdim uka. Otangga rahmat deb like bosdim, obuna bo'lib qo'ydim deyshadi, bo'ldi. 13,5 dan bir joyga yengil ketdi. ketdi aka. Barbar aka, siz obuna. Joningiz omon bo'lsin. 13,5 million. Akalar 13 million 500 ming so'mdan akalar. Telefon qilaverasizlar. Oldi akalar mana. Biri 3, biri 4 chiqyapti deyapti. Mana shu 3 tasi yiroqi bor ekan. Hop, kichkinasi mana aka. 98 chiqyapti ekan. 1 metr plus minusga olaverasizlar. Endi 1-2 sm odamgarchilik aqa-baqa bo'ladi. Nimaga? Sababi endi bu metrlab sotiladigan narsa emas-da aka. Endi bu metrlab qo'yishimizning sababi hop, musofirda yuradigan akalarimiz bor. Ular olishadi, xudo xolasa u mana nima onlayn tarzda kela olmaydiganligi, masofa uzoqroq yerda akalar, xudo xolasa mollar bo'lsa uylarda bir-biriga taqqoslab metrda o'lchab ko'rib, ha, biri 10 ekan, yo'qsa biri 3 ekan, menga mana shunday buzuv keladi, taqqoslab olishlari uchun. Hop, Aka, kelib ko'rishsa, hozirgacha kelib ko'rgan odam hech qachon metrni qo'yib o'lchab ber demaydi. realni ko'zi bilan ko'rgan odam. turib ishqozib qoladi. Kelib ko'rishsa aka, tepasida Ish bitadi, xudo xolasa. boshqacha narsa aka. Hop, navbatdagisi. 3 tasi bitta chiqadimi bo'ladi? Yo'q aka. Hammasimi? Bitta qo'yib beramiz. Bo'ldi. Birinchisi. 2 3 aka. Aynan mana shu molni ko'rsating Hop. boshini. Akalar mana. Gibrid aka. Mashina aka. Kiprik. Agar dehqon ko'rayotgan bo'lsa aka, ko'rib turing. Mhm. Sizga aka hamma mollar qo'shchiga qo'shib beraman deganmanmi? Отдельно qilib chiqarmayman aka buni. Aka yengil bo'ladi. Bugun ziyoniga sotaman mana shu molni aka. Joningiz omon bo'lsin. Akalar mana shu mol o'zimiz dehqonliklardan olingan. Xudo xolasa mana qo'lyotgan narxlar ko'rib o'sha dehqon akamiz o'zlari ham hayron qoladilar, xudo xolasa. Hayron qolishadi aka. Chunki Mollar ko'rindi. Ay, joning omon bo'lganlar. Mana ham o'ta uzun, o'ta gaz narsa ekan. 5 ta. Aka chunki Beshinchisi. 50 ta molim bor uni sotish kerak. 6-inchisi. 6-inchisi. Kam horam hamisha horam deyiladi. Ozginadan qolsa obunachilar sotiladi dangalga. 9 10 11 Ha, shvet ham o'ta zo'r ekan mana akalar. 12 Yelkasida palasasi bor shvet so'ralgan mana shvet tozasidan mana. aka uzun edi. Yaxshi bor mol. uzun. Hop. Hammasi ham. 13 14 15 ta. Mana shu ikkalasi Mana shu ham o'ta dahshat ekan. Ashlar qattiqmi o'qaram? Egizak ekan mana shu janibi o'qaram. Ko'rpsan bir xil akalar. Bo'ybasdan bir xil. Mana. Peshinasida qo'shqasi ham bir xil ekan, ha. Ota onangga rahmat deydimi? Shu joyga bitta kommentariyaga yozib keting, ota onangga rahmat degan. Mana. Ay joning sog' bo'l. Akalar mana. Yaxshilab ko'raverin, Xudo xolasa aka mana. Behijolat hammasiniki mana. Akalar mana.
Og'zi burni top-toza, xudo xolasa sinovdan o'tgan akalar. Uyga borgandan keyin yana bir qator sinov olaverasizlar aka mana. Egizaklarimizni qarang. Ha, joning sog' o'g'irlar senlar. Mana. Xudo xolasa telefon qilasizlar, kelishtirib beriladi. Aka bular ham bitta bo'yin o'chab qo'yiladi Bo'ldi. Boshdan oxiridan qilib bitta-bittadan. Eng kichkinasi. Aka 97 98 ishlayapti. 97 chiqyapti, Eng kichkinasi. 98. Eng kichkinasi akalar mana. Buru 5 chiqyapti aka. 1.5. 1 metrdan olishsin. 1 metrda olishaveradi-ya, qo'yisi yo'q. Qo'yoqsi yo'q aka. Hop, narxi. Ajaba. Ha, keladigan bo'lsa aka, lekin chiqim qo'yamiz 14 milliondan. Aka ulardan banan to'g'ri. 14 million so'mdan. Hop, Chotki bitta tekisda aka. hop. Sug'i yo'q xudo xolsa, molga garanti aka. Ketdi 14 million. Baraka. Ko'rishsin. Kamichi, ajaba. Chiroyli kamini qilib berasiz. Chiroylimi? Chiroyli qilib, cho'tki shuni kesing bo'ldi. 13,5 milliondan. 13 million 500 dan. 13 million 500 dan. Yet joningiz omon bo'lsin. Son 15 tamida? Son aka. 15 ta. Hop, nariga 5 ta, 20 ta. 20 tasini bir joyga. Xudo xolasa chiroyli qilib o'tib berasiz aka. O'tib beraymi? Qani? 20 tasini bir joyga oldim abjobar deganga necha pul? Aka 13 million 300 dan. 13 million 300 dan. Baraka. Otangga rahmat deb qo'yinglar shu joyga akalar. 13 million 300 ming so'mdan akalar rasprodaja deydi-yu. Telefon qilinglar, xudo xolasa yana o'tib beriladi. O'tib beramiz. Abjobar? Xayr sunnati bor aka. Bahalni bog'i ko'karmaydi aka. Ey Xudo joningiz. xolasa kelsa, uyimda oshimiz bor aka, cho'yimiz bor. Bo'lmasa ish bitmasa yeb ketishar aka. Otangizga rahmat. Obunachilar, xudo xolasa biz videolarimizga yakun yasadik akalar. Yangi partiyalarimiz yana bor akalar, yana kelib yotibdi, to'xtagan yo'q. Mol serob akalar. Ko'pga qiziqmaymiz. Ozgina qolsa sotamiz akalar. Vodiyuzga obuna bo'lish esdan chiqmasin akalar. Xudo xolasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Vodiyuz siz uchun maxsus.